motivatorlar, psixologlar fikringiz qanaqa? Motivator, psixologlar chiqib qolib, Ular o'zini o'ylaydimi? 80%ni o'zini yeri yo'q. Ertaga u kimdir bo'lib ketgan paytda o'zini avtobiografiya musorligida u qoldi. Maslahat beraman, agar boshiga tashvish tushib qolsa, hech qachon do'stingizdan pul so'rab bormang. Hech qachon. Oilada qurbonlikka boqilgan bitta farzand bo'ladi ekan. Uni bilasizmi ota-ona kim deydilar? Mashinik deydilar. Oldindan chiqqan bu odat. Kambag'al bo'lib qolib qo'ysa, raislik kelar ekan, aytgan to'y qilsin derkan. Ana blogerlar chiqib ketib qolgan odamlarning uyiga borib, odamlarning kambag'allar uyiga topib bunaqa qilib ko'rsataman deydimi, videolarga qo'yib ahvatlar qilib qo'yib. Yaxshilar dunyoda yo'q qo'rada ekan. Yaxshilar, yomonlar asaydi. Maqsadi yo'q odamlar tiqilib yotibdi. Bunga pul bering bugun. Nima uchun unga Xudo pul bermayapti? U iflos u. Ota-onalari bor-ku. Ishlayotgan ishxonasidan videosini olib kelib bolalarga qo'yib beradi. Otang qanaqa pul topayotganini ko'ring. Gruziylar film bo'lsa, o'zini yerdan olib yerga tiqadi ular. Lekin oxiridachi o'ynab kulib bizdan buyuk xalq yo'q deb kulib o'ynaydi ular. Hindlar komediya bo'lsa, даже oddiy kinosida qo'li tegmasin uchib ketadi, g'ibidish qilib uradi-ku. Urishida ham mehr bor-da, jinnilarni. Hammasi baland ovozga o'xshagan, "Otang unaqa qildi, bunaqa qildi, qizga, oyijon, unaqa qildi, men sen ko'rsataman" degan maishiy tema. Aqli shunga yetyapti-da uni. Bu asarlarni hamma aytgan, "Voy, ana o'zi yuribdi bir chekkada itga ham kerak emas u." Kino, teatr ahmoqlarni olib kirib tarbiyalaydigan maskan emas. Kino, teatr aqlli odamlar o'tirib dam oladigan joy. Dubay. O'sha shayxi deymi, podshosi deymi aytdi-ku, "Mani ota-bobom tuyada yurgan. Men Mersda yurdim. Bolalarim yelim vagellarda yuribdi. Nevaralarim emas, evaralarim bilaman yana tuyada yuradi." O hayot qonuni edi. Necha yuz yillar davomida Xitoy devor qilgan-ku, Xitoyga kirib bo'lmaydigan devor. Eng qiziq 12 marta Xitoy devorining ichiga kirishgan. Nima uchun Amerikalarda qarasangiz, kinolarda ko'rsatadi, mani pianino chalayotgan imtihonimga kelsang deb o'sha bayvik urush qilib, urushdan bo'lsam pianino chalgan kirib o'tirganday qilib turadi. Iski aska bor u. Bunaqa bolalar yo'q, bunaqa bola yo'q dedi. O'shanaqa o'rnak bo'ladigan avvalo cholda o'zi yo'q. Assalomu alaykum. Aziz YouTube TV muxlislari. Muxlislarimizni yarmini kreditdan qarzi bor. Yarmini kommunalnidan qarzi bor. Lekin hammamizning ota-onamizdan qarzimiz bor. Bugungi kunda YouTube TVni kuzatib yurganlar bilishadi. Yaqinda gapirdik, sahr yosharib ketdi. Infarkt yosharib ketdi dedik. Bu nimadan? Yugur ko'payib ketyapti. Yo ota-onam duosini olmaganmizmi? Yo barakamiz yo'qmi? Yo jamiyatimizga befarq bo'lish shu kunga keldikmi? Har holda erkaklarimiz ancha qiynalib qoldi. Ayollarimiz ham qiynalishyapti. Ayollarimiz yugurishyapti. Lekin erkaklar ham o'tirgani yo'q. Lekin natija past. Bor natija ham sog'liqni hisobiga, yo bolalarga qaramaganlik hisobiga, yo ota-onalar tashab qo'yilgani hisobiga. Bugun shu erkaklarimiz haqida, bolalarimiz haqida, jamiyatdagi erkaklarning ayollarga bo'lgan munosabati haqida, ota-onalarimizga bo'lgan munosabatimiz haqida bir suhbatlashaylik deb xalqimizda bir jamiyatning ichida o'zini o'rni bor. Kino rejissyor desiz, aktyor desiz, qiziqchi desiz, Mamedga olib kelib to'ldirishimiz kerak edi. Jamiyatda o'rni bor odamlardan. Lekin sizlarning vaqtinglarni olmaylik deb 3 kishini, 4 kishini o'rniga bitta odamni olib keldik, Trivadnom Sanjar Shodiyev bilan shular haqida suhbatlashamiz. Sanjar aka, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Sanjar aka, siz kino sohasida ancha bir tajribangiz bor, kino rejissyorsiz, ancha bir rollaringiz bor. Mana qiziqchisiz. Qiziqchilik o'zi kuchli kasb, bu satira. Har xil kamchiliklarni olib chiqadi, bizga oyna tutadi. O'sha ma'noda bugun erkaklarimiz qiynalishyapti. Topish tutishda, yugurda, bolasiga qaromaslikda, ota-onasiga qaromaslikda, xotiniga qaromaslikda, chet elda qiynalib yurishyapti, ish qidirib yurishyapti.
Shuning uchun bir kengroq bir fikrlashaylik, ozgina deb biz chaqirdik. Avvalo rahmat kanallarga chaqirganinglarga. Mana bu kanaldan turib kimgadir nasihat berish niyatimiz yo'q. Kimgadir misol qilish niyatim, balki ular qilganlarchalik biz o'sha e'tiborni o'zimiz qila olmaydigan bo'lishimiz mumkin. Endi bitta savol, men o'zimdan kelib chiqib, o'zimdagi fikrlarni bugungi Sanjar Shodiyev, o'zimni bugungi dunyo qarashimdagi bo'lgan fikrlarni aytib olaman xolos. Endi men ko'p hazil ko'rsatuvlarda turganman, bunaqa nasihat bergan ko'rsatuvlarda turmaganman. Endi qo'z gap yaxshi boshladi, saqir yosharib ketdi, boshqa qildi, narsa qildi. Bolalarning tarbiyasi deymiz. Kim o'rgatyapti ularga? Kimdan? Biz ikkita baxtli insonmiz, ikkita asr o'rtasida tug'ilgan insonlarmiz. 20-asr, 21-asr. Ikkita asr o'rtasida tug'ilgan odamlar kam. Biz o'sha davrga to'g'ri kelgan odamlarmiz. Ko'zimiz oldida butun hamyon o'zgarib ketyapti. Zamon, texnika, dunyo qarash hammasi o'zgarib ketyapti. Ba'zilar chiqar bolalar unaqa, bolalar bunaqa, bolalar bunaqa deydi. Yoki ba'zilar gapiradi, iska bor u. Bunaqa bolalar yo'q, bunaqa bolalar yo'q deydi. O'shanaqa o'rnak bo'ladigan avvalo cholni o'zi yo'q. Bizga shu namuna bo'ladigan cholni o'zi qolmaganda, qo'pol bo'lsa ham xafa bo'lishmasin. Mana bugun hayot taqdir taqozosi bilan juda ko'p erkaklar, ikkita erkak emas, ayollar ham ikkita uchta ish ishlayapti. Bitta doktor bo'lsa, davlat manzilida doktor, keyin частный klinikaga borib hamshira, yana bir qanaqadir uyga borib narsa qilib uchta ishda. O'qituvchi ham shunaqa, repetitor, ham maktabda, ham kollejda, boshqa odam, yana davlat ishlagan odam kechqurun taksilik ham qilyapti chiqib. Va tinmayapti. Maqsad ro'zg'orni keng qilish, birovdan kam qilmay deyish. Bugun o'zini uyi bor, yo'q mashinasi bor. Dadasi biz ham bitta novostroyka olib qo'yaylik bolalarimizga deb, bolalarga uy olib qo'yish bilan bo'yniga xohlamagan holatda kredit tushgan odamlar bor. Yo bo'lmasa bir boshqaroq ish qilaman deb, yoki yangiroq mashina olaman deb qilib qo'ygan, yugurib o'zini kredit masalasida qiynalayotgan erkaklar bor. Lekin men kecha internetda bitta narsani anaqa qildim. Men hech kimni ayollar unday yoki erkaklar bunday demayman-u. Bola bilan tarbiya berishga vaqtimiz bo'lmayapti. Ular bilan birga suhbatga bormaganmiz. Ular bilan birga chiqib, hamma narsani yig'ishtirib ketdik bolam deb. Siz yaxshilab eslasangiz, sizni go'dak yoshligingizda qanaqa to'polonchi bo'lgansiz, maktabda qanaqa bo'lgansiz, bolangiz bilmaydi. Nimadir o'rta yoshga aytib berish kerakmidi? Siz aytib bermagansiz uni. Yoshligingizda qanaqa to'polonchi bo'lgansiz, qaysi darsda zo'r bo'lgansiz. Juda ko'pchilikda o'zini farzandi uni kimligini bilmaydi. Yoshligini ham aytib bermagan, xarakteri qanaqa bo'lganini ham aytib bermagan, qanaqa to'polonchi bo'lganini ham aytib bermagan. Xotiniga ham aytib bermagan bo'lishi mumkin. Davra suhbati yo'q uyda. Davra suhbati uyda bo'lmagan. Bo'lmagandan keyin u bolaga kimga aytib berish kerak? Amakisimi? Oldin qo'lidan ushlab, agar viloyat qishloqda bo'lsa, ota-boboni oldiga borib, boboni tanishtirib, boboni kim bo'lganini aytib, 7 avlod derdi-ku. Bir sal bo'lsa ham tushunchani berib kelsangiz, o'sha bola siz haqingizda bilsa, o'sha qiz siz haqingizda bilsa, narsani tushunsa, o'shandan keyin talab qilsangiz arziydi deb o'ylayman. Agar bu farzand o'ylaysiz, faqat siz tarbiyalaysizmi? Yo'q, uni jamiyat ham tarbiyalaydi. Maktab, bog'cha, institut, atrof muhit, do'stlar, jamiyat ham tarbiyalaydi. Lekin u qanaqa fikrda ketayotganini bilish uchun birga bo'lishingiz kerak. Nima uchun Amerikalarda qarasangiz, kinolarda ko'rsatadi-yu, meni pianino chalayotgan imtihonimga kelsang deb o'sha boyvik urush qilib, urushdan bo'lsa ham pianino chalgan kirib o'tira olmay qilib o'tiradi. Yoki meni qizimni bugun men sirkka borishim kerak uchun qancha urushdan qaytib keladi. Men va'da berganman, uni sirkka boraman deb. Bu katta narsa-da u farzand bilan sirdosh bo'lish, farzand bilan gaplashib narsa qilish, u juda katta narsa u. Men bitta narsani, misol uchun o'zimni ham juda kamchiligim ko'pda. Chunki ideal bo'lmagan odamlar, o'zlarida ko'p narsa ko'rmagan odamlar juda nasihat beradi-da. Ular o'zida o'tkazganda uni, mana menga o'xshaganlar tajribamiz o'tkazgan. Men tug'ilganimdan bolamni bog'chalarga yugurib, maktablarga borib, u bilan o'qituvchilar bilan gaplashib, bolamni fikr doirasi qanaqa o'sishini gaplashib, qizlarimni qilmaganman-da, faqat xotinim borgan. Juda kam borganman maktabga, narsa qilganman. Armonim bor shu uchun men. Boboy bo'lsam balki navoralarimni
O'zim olib kelarman. Armonim bor. O'rigidan danaga shirin Da. bo'lib. Lekin o'sha narsada shuni o'tirgan paytimda qizimga aytganman bir kun. Qizim, endi qizim bilan yaqinman, u oldin adam mana kimni qiziz, adamni qizi yurardi. Keyin katta bo'lgandan keyin sal qiz bola bo'yi sal yetilib, endi qizim o'zi birinchi kurs institutda o'qiydi, Vigikda. Katta bo'lgandan keyin tortinib ota bilan gaplashgan paytda tortinib adamga o'g'irlik tushmasin, adam anaqa qilmasin yurar ekan. Bir kun men aytdim, qizim, yig'lab kelib uyga. Nima yig'lading desam, kursdoshlarim bilan mashinaga o'tirib yotgandik. Bir ikkita kishiga joy sig'may qoldi mashina. Shunga ana o'shda kursdoshim, "Laylo, sen shu yerga yaqin turasan, sen tushib qo'y" dedi. Men tushdim. Men ichimdan yig'ladim. Nimaga aynan men tushdim deb. Men uyga keldim. Taksi bilan ham nimaga menga telefon qilmading dedim. Agar menga telefon qilsang, to'yda bo'lsam, to'yda mikrofonni tashlab qaytib kelaman. Xotni to'y ketyaptimi? U mamlum to'ychi bilan nima bo'ladi? Menga farqi yo'q edi unaqa paytda. Men shu darajaga o'tib ketib keldim. Ada qo'rqaman telefon qilish, ishda bo'lsa ham qo'rqmay, syomka kutadi. To'xtaydi syomka. Deb keyin bir kun o'tirsam telefon qilib, "Ada, dugonalarimni palonchaga olib keting." Boryapman, Toshkent Cityda kofe ichib turishgan qizlarni dugonalarini olib, shunday tashlab kelaman. Oldida o'tiribdi, kulib, "Odajon, mana o'tiribdi." Boladagi u g'ururni, u qizimdagi g'ururni, u qarashini, "Ada qattasiz" deyishni, u qanchalik hissiyotligini o'sha kuni o'zim ham aytdim, "Da." O'g'limga ham, "O'g'lim, любой payt telefon qil. Ada, men bilaman. Qizim unaqa. Chunki biz uni zaif qilib, miyasini o'ldirib qo'yamiz. Eri bilan borib, eri ursa ham gapira olmaydi, adasi bilan gaplashmagan. Yoki nohaq haqoratlasa ham gapirishga o'tiradi, narsa qiladi. Uni o'zingizniki qilishingiz uchun u bilan ko'p suhbatingiz bo'lishi kerak. Oilaviy suhbat bo'lishi kerak avvalo. Avvalo biz qush uyasida ko'rganini qiladi degan aniqda. Mana misol uchun biz o'zimizga tarbiyani avvalo bu dunyoda hech kimni tarbiyalamang. O'zingizni tarbiyalang. Hammasi urib ketadi. Inson avvalo birinchi o'zini tarbiyalash kerak. O'zing o'zgarding. O'zing o'zgar birinchi. O'zingni tarbiyala u. Ertalab misol uchun bolalar shunday bo'lib ketdi. Qanday bunday bo'lib ketdi bola? Sen bolaga ertalab o'tirib, ziyoratlarga bordingmi birga o'tirib, choyxonalarga o'tirdingmi, o'tirganda gapirib, oddiy nasihatlarni, "Bobom bunday qilardi, buvim bunday qilardi. Bizning oilamizda bunaqa narsa bor, mana bunaqa narsa o'rgatdingmi?" Shu narsani o'rgatgan bo'lsang, o'sha sen o'rgatyapsan boshqa narsani, birdan bu odam yomon bo'lib qoldimi? Sen o'zing u bilan gaplashmagandek vaqtlar o'tib, yoshligida suyagi qotmagan paytda tarbiya berish kerak bo'lgan paytdagi narsani qilmasdan, katta bo'lgandan keyin kelib o'zingni tarbiya qidiryapsan. Qayerda eding o'zing? Tarbiyasizlar bilan yuruding. Aqlingni qilib yugurib, davlat, mol, narsa qilaman deb. Hamma narsada muvozanatni buza olmaysiz hech qachon. Muvozanatni buza olmaydi. Muvozanat bir xil yaratilgan. Shu uchun mana o'zi bulovlabda hamma narsani qilib, uy qilishim kerak, dacha qilishim kerak, bu narsa qilishim kerak, joylab bo'lishim kerak, qarligimni o'zim qilishim kerak, buni qilishim kerak, hammasini qiladi. Esdan chiqib ketib qolgan farzandlar. Dacha bor, uy bor. U kim kasal bo'lgandan keyin birma-bir sotib chiqadi, shuncha qilgan. Sog'lik badallar bilan to'lagan narsani birma-bir yo'q qiladi. Otaga baqiradigan odam bu esdan chiqqan. Xuddi hamyoqda mashhur bo'lgan Xitoy devor qurgan u. Mana shunday qilib odam o'ta olmaydigan necha yil davomida, necha yuz yillar davomida Xitoy devor qilgan, u Xitoyga kirib bo'lmaydigan devor. Eng qiziq 12 marta Xitoy devorining ichiga kirishgan. U devor qurish bilan ovora bo'lganda tarbiyani esdan chiqarib yuborgan. Qo'shinlar tarbiyalashdi. Hamma sotqinlar darvozalarni ochib berganlar. O'sha devorni hamma darvozasini ochib berganlar. Devor qurish bilan ovora bo'lgan Xitoy askarlar tarbiyalashdi, esdan chiqarib qo'ygan. Qarang, devor bilan ovora bo'lganda, xuddi shunday ko'pchilik uni qilaman, uchastka qilib qo'yma. Keyin nechtasini ko'rdik, tavba qildim, tavba. Otasi kasal yotganda sotib yubordi. U bechora misqollab sog'ligi evaziga o'shandan kasal bo'lib o'ldi. Kimdandir foizga pul olib bo'lsa ham yer qildi, foizga pul olib magazin qildi, bir narsalar qildi, necha marta boshini stolga qo'ydi, asabi ketdi, boshqa qildi-da, u bir balo qilib faqat qilib qo'y, etti bolalarimga dedi, ketdi, bola betarbiya bitta hayvon katta bo'ldi. Hech narsani tushunmaydi. Unga pul kerak, och. Faqat boqilgan. Boqilgan. Men aytaman, qon degan narsani, misol uchun odam 7 pish bir marta
o'zgaradi aniq. Men bugungi bu shaxsiy meni fikrim. 7 pusht bir marta o'zgaradi. Nima uchun siz biror marta eshitganmiz? Bitta odamda boyni ko'rsalar, nechinchi avlod boy buni deydi. Nechinchi avlod ekan bular deydi. Men bilmas ekanman uni. Birinchi avlod boy, uchinchi avlodi boy, to'rtinchi avlodi boy degan narsa bor ekan. Yo bu birinchi avlod desa, bisim ketish osonroq dergan. Uchinchi avlod desa qiyin buni olish dergan. Nimaga deng? Mana qarang. Yurak uradigan apparat bor. Bunday kelibdi, baland chiqib tushadi. Endi baland chiqib tushadi. Yana uni ketaveradi. O'sha tekis bo'lgan kuni odam o'ladi. Qarang, yurak beradigan apparatdan berib qo'yibdi buni. E'tibor bergan bo'lsangiz, bitta kambag'al bilan o'tiringda. Shu o'tirsa, meni bobom juda katta bo'y bo'lgan deydi. Butun mahallada hammaga yaxshilik qilgan bo'lgan. Palonchi bo'yda navarasiman deydi. Bitta bo'y bilan o'tiringda nima deydi? Meni bechora bobomning bitta sholchasi bo'lgan deydi. Zo'ra kun ko'rgan deydi. 70 aniqda. Bir keladi push birinchi avlod, ikkinchi avlod, 7-avlod pikka chiqib, yana dars pastga tushadi. Hech qachon tekis ketmaydi. Chunki Dubay o'sha shayxi deymi, podshosi deymi aytdi-ku, meni ota bobom tuyada yurgan. Men Mersda yurdim. Bolalarim yelim vagellarda yuribdi. Navaralarim emas, evaralarim bilaman yana tuyada yuradi. O hayot qonuni edi. Xohlayman buni, xohlamayman buni. Biz o'zimiz o'ylaymiz-da, hayot meniki, men xohlaganimni qilaman. Yo'q, biz hayotnikimiz. Chizib, yozib qo'yilgan. Qachon bo'ladi, kim bilan bo'ladi. Uni otini taqdir deydi. O'zimizniki emas narsalarni tortib olamiz, qaytarib qo'yishadi. Narsa qiladi. Biz aytmaylik, kinoshni buguncha aytaman-da. Voy, hayoti kino ekan, xuddi hayot olinganda. Kino hayotdan olingan degan hayot kino emas. Mana shu kinochi deganingizga, boyagi bolalarning tarbiyasiga bir kinoyingizda bir yaxshi she'r bor-da. 7 haykal bitta kalni. Men o'zimni sevaman. Ha, shu kinoni ssenariysini o'zingiz yozgansiz-a? Akam bilan birgalikda. Akangizlar bilan rahmatli. O'sha she'rni kim yozgan? Marhaba Karimova. Ha, ana o'sha yerda bir chiroyli joyi bor. Qo'lim yupqa shukr bor. Qo'lim yupqa va lekin yo'qdan ko'ra shukr bor. Bu dunyoda hech odam emas mendek baxtiyor. Gap eshitsam jilmayib, kaltak yesam kulaman, chap yuzimga ursa o'ngun tutib turaman. Yurak degan qabrga armonimni ko'mganman va ustidan bolamga o'yin tushib berganman. Har kun qarab oynaga deyman, mening g'amim yo'q, men sog'lomman, men zo'rman, tashvishim yo'q, kamim yo'q. Noxushliklar bor lekin men ulardan qars emas, hech qaysi jonimni tikishimga arzimas. Xomush bo'lar ba'zilar sochin oqini sanashib. Menga esa turibdi ajillar ham yarashib. Tikan gulguldir, har narsa o'z holicha. Azizlarim, dunyoni qabul qiling boricha. O'sha yerdagi odamlar qo'lim yupqa lekin bor deyapsiz. Bor. Armonlarimni ko'mganman, ustiga bolalarimga raqs tushib berganman deyapsiz. O'sha to'ydan bo'lsa ham yetib kelaman. Bolam uchun chopaman deyapsiz. O'sha kinoni ichidagi o'sha yuragidagi eng urib turgan katta bombasi o'sha she'r. O'sha kinolarni olinganiga mana hozir 20 yil bo'lib qoldi. 15 yil bo'lib qoldi. Ha, 15 yil bo'lib qoldi. O'sha paytda 7 yosh bola hozir 22 yosh bo'ldi. Shu kinolarni qayta qo'yish kerakmikan? Chunki bolalar yangi kinolar uncha chiqmayapti. O'zi bilasiz, bizda komediya kam olinadi. To'xtovsiz qayta qo'yish kerakmikan deyman-da, bolalar o'shani davomida tarbiyalanadi. Shunaqa she'rlarni eshitardi. Yo'q, emas gapni aytaman. Bu meni yana shaxsiy fikrim, hamma narsa shaxsiy fikrim. Kino, teatr ahmoqlarni olib kirib tarbiyalaydigan maskan emas. Kino, teatr aqlli odamlar o'tirib dam oladigan joy. Qanaqa qilib kinoga borasizda, to'rtta bolam ahmoq bo'lib qolibdi, shuni tarbiyalashga olib keldim, maylimi? deb o'yladim. Yo'q, ahmoq teatrga ham kirib oyog'ini ashina qilib o'tiraveradi. Kino buzadi ham, tarbiyalaydi ham. Tarbiyalamaydi aka. U razlikani o'ziga gap topa olasiz. Kino, teatr tarbiyalamaydi. Hech qachon tarbiyalamagan. Odamlar nima demoqchi bo'ldi? Nima tarbiya beradi? Qanaqa tarbiya? Bu aqlli odamlar dam oladigan joy. Siz bilan biz o'zimizni ko'ramiz kinoda. O'zimiz voqealarni ko'ramiz. Ya kino odamni tarbiyalaydi, kino odamni buzadi, o'rnak bo'ladi. Mayli, siz yo'q, bu aytaman. Bu sizning shaxsiy fikringiz, bu meni shaxsiy fikrim. Men bir narsa demadim, lekin men shu narsaga shuna yetib keldimki, ko'p bugungi kunda kino, teatr
insonlarni tarbiyalaydigan maskan. Mana o'sha kinodan ketsak, gapingizga isbot qilishga harakat qilaman-da. 7 haykal bitta kal kinosida mana shu Muxtor Sanatovich, meni fikrim bo'yicha bu sizsiz. Bu sizsiz. Men nimaga shu kinodan shunaqa falsafa ko'rganman? Shu Muxtor Sanatovich, Murod Rajabov bu sizni haqiqiy dunyoyingiz. Muxtor Sanatovich ustaxonasi bu sizni qalbingiz. Bunday narsa bunda chiqarib berasiz, bunday yasab 7-haykalni yasab berasiz, 6-sini yasab berasiz. O'sha odamning xarakteri sizsiz. Kino siz haqingizda olingan. Qarang, tarbiyalanmas degan narsa deganim, mana oldimda tagiga kichkinagina bitta narsa qo'yib qo'ydim bilgan uchun. Balki o'z holingizni bilmassiz ayon. Tomirda mashrabmi furqatning qoni. Ko'rdimku bir umr uysiz yashagan sizday ijodkorlarga qo'yilmish shaharlar nomi deb tugatdim. Men bu yerda demoqchi bo'lganim, kino haykallar orqali ne san'atkor taniymiz. Nomlariga ko'chalar berilgan. Nomlariga bog'cha maktablar bor. Ular hatto uyi ham yo'q. O'shalar haqida kuldirib turib gapirdim. Ular afsonada nomda san'atkor shunaqa. San'at xalqniki degan, u xalqniki u. U xalqniki, tamom. Bechora o'zi uyi ham yo'q, hech narsasi yo'q. Ko'chada qolib ketgan sadoyi bo'lib, nima bo'lib yurgan. Uni asarlarini hamma aytgan, voy, ana o'zi yuribdi bir chekat itga ham kerak emas u. U bizda SSRda shunaqada. U sanoat darajasiga olib chiqish kerak san'atni. Shunda men aytayapman. Zo'r aktyori puli bo'lsin, shoti bo'lsin. O'shana qilib, men o'sha ma'noda o'sha narsani tushuntirib aytganman-da. Hozir shunday qaraymanda, bu ko'pchilikka misol hozir kunda men bu haqiqat kelganim uchun kino olmoqchi bo'lsam, kimdan tarbiyalamoqchi bo'lmayman. Men kino realni olaman. Hayotda mana shunday deyman. Sen men shunday ko'rdim hayotda. Men shunday qilsam, bitingni oynang sifatida ko'rsataman xolos deyman. Sen o'zingga qarab ol deyman. Filmlarim shunday bo'ladi. Men bunday qilib, bu bolam, nega sen unday qilding? Axir uyda desa, u o'sha fikrdagi odamlarniki. Yo, u unaqa sortlar ham bor. Ular o'shani zo'r ola oladi. Mana sizda satirani, komediyani ola olish bordi. Bugungi kunda nimagadir komediya kam olinadi bizda. Yo'q, komediya kam emas, mana agressivlik ko'payib ketdi. Seriallar qo'yildi-ku, men serial ham olmayman, zo'r. Hammasi baland ovozga o'xshagan. Otang uni qilding, qizga, "Oyijon, uni qil, men sen ko'rsataman" degan maishiy tema. Aqli shunga yetyapti-da uni. Uni aqli faqat kelin bilan qaynonaga yetadi. O'shanaqa fikrlarni gapiradi. Uni dunyosi shunday ijodga bora olmaydi. ChatGPTga ssenariy yozdirib olayotgan bir serialchi nimani yoza oladi u? Uni aqli faqat maishiy tema, qiz uzatdingmi, nima qilding, kamchilik yoza oladi do'st. Agar yozib bersa, ola oladiganlar bormi? Komediya kinoni. Yo'q, komediya kinoni oladiganlar bor. Mana hozimda bo'lib qoldi. Borgandan keyin qaysi tema ketyapti yaxshi? Drama olgin, bolalarini tashab ketsin, bu narsa qilsin, reyting zo'r beradi. Reyting degan so'zni olib, hamma shunga beraverdi. Keyin bir ko'rasiz, ko'rgis kelmaydi, ikkinchi marta ko'rgis kelmaydi, uchinchi marta o'tib zerikkanlarimiz ham televizorda ko'rasiz. To'rtinchiga boshqa qilasiz-da. Keyin o'zim agressivni yuraverasiz. Hindlar komediya bo'lsa, даже oddiy kinosida bilsangiz, oldingi hozir kinolarda sal qilyapti. Qo'li tegmasdan uchib ketadi, g'ibidish qilib uradi-ku. Urishida ham mehr bor-da, jinnilarni. Yo gapirganda, ha deganda. Fransuzda kino bo'lsa, Lyubo kinosiga qarang, chumchining mo'shiliklar dad gaplashishlardi. Dunyoni o'zingiz topasizda kulib qaragan narsa yaxshimi deb o'ylayman. Mana kulmay, misol uchun faqat g'am g'ussaga qilsangiz, temangiz ham shunday ketadi-da. Tabassum katta kuch deb o'ylayman. Odamlar kulmay qo'ydi ko'pchilik anchadan beri. Maza qilib qarab, gruzinlar film bo'lsa, o'zini yerdan olib yerga tiqadi ular. Lekin oxiridachi o'ynab kulib bizdan buyuk xalq yo'q deb kulib o'ynaydi ular. Ali, nima degansiz? G'am so'zidan o'zimga shodlik so'zini yasayman. Men o'zim shunaqa. Biz o'zim shunaqa xursand qilib yashaymiz degan. O'zi siz hayotda shunaqasiz-da, o'shaning uchun o'sha she'r chiqqan. Ya, mana misol uchun she'r yodlaysiz-ku, o'ziga yaqin bo'lgan temalar yodlaysiz. Ha, bo'lmasa chiqmaydi. Uni o'qolmaysiz, qalbingizga kelmagan. Kinoni ham shunga olgansizki, o'sha boyagi Muxtor Sanatovich xarakteri bor sizda. Ha. Boyagi shod liniyasi, bolaga qarash, qo'lim kalta bo'lsa ham bolam uchun jonimni beraman deya olash.
Demak, sizni xarakteringizni o'sha ajoyib bo'lib yashashga emas, bizni imtihonga tashlab tur. Pirim o'sha kovushsiz devona-yu mashrabdir. Demak, o'sha ko'ylagimni so'rasa to'nimni ham beraman. Tikanlarning ichidan lolalarni teraman. Narxi qancha G'am so'zini, g'amingizni olaman. Bor pulimga tashvishu kamingizni olaman deganda. Sanjar aka, savol. Ota-onalar majlis qilib beringda, maktabda shu majlis siz o'tkazing desa. Nima qilasiz? Qilaman. Nima mavzuni yoritasiz? Ota-onalari bor-ku. Ishlayotgan ishxonasidan videosini olib kelib bolalarga qo'yib berardim. Otang qanaqa pul topayotganini ko'rgin deb. Bolalar uchun eng katta bir ko'rinadigan narsa bo'ladi. Ota-onasini nima ish qilib pul topayotganini ko'rsatib berardim. Bu yerda ota-ona ham tarbiyalanadi, birga tarbiyalanardi qo'shilib ular bilan. Bittasi ko'chada jinni ochirgan bo'lsa, o'sha jinnilarcha ko'rsin. Farzandini oldida o'tirsin, shu ko'rsin o'zi nimaligini. O'qituvchiligini ko'rsin, doktor bo'lib qanaqa qilib pul topayotganini ko'rsin. O'shanda bola tushunsin. Tanitib olish kerak uni. Eng katta narsa. Juda eng katta narsa u. Sanjar aka, juda ham katta mablag' pulingiz bo'lsa, fond boshlig'i bo'lsangiz, juda katta pulingiz bo'lsa, mana shu pulni rasamadini san qilgan desa. Shu pulni nima qilardingiz? Qaytarib bermaslik ham pul mana. Nimaga ishlatish kerakligimiz aqlimiz yetmayapti. Shu pulni san boshqargin desa, katta mablag' bo'lsa. U mablag' topgan pulingiz emas. Moliya vazirliginimi, yo bir g'aznani boshlig'ingiz, yo fondni boshlig'ingiz shu pulni rasamadini san qilib ber desa, nimaga ishlatasiz? Juda katta pul bo'lsa. Savol. Bolalar bilan ish qilardim. Tarbiyani boshlardim. Bitta mana misol uchun oddiy misol. Endi mizini dunyoning cheksiz puli berilmaydi-ku. Juda katta pul beriladi. Juda katta pul berilsa. O'lchovi yo'q pul berilsa. O'lchovi yo'q bo'lsa, shaharcha qurardimda, g'oyalar shaharchasi qilardim, u bolalarni shunaqa geniy qilib tarbiyalardim. Ota-onasi bilan qo'shilib, katta tarbiya bilan. Chunki yoshlikdan ushlanib boshlash kerak edi. Avvalo maktab bilan ilmga berish kerak. Maktab bilan ilmga. Shuni bermasangiz, u pullaringiz bilan qasr quring, katta qilib park quring, park quring, lager quring yoki boshqa qiling bir tiyin. Men bunga misol qilib aytaman. Bir yaponiyalik milliarder o'zini qishlog'idan 150 ta, 300 ta aholi yashaydigan qishlog'idan chiqib milliarder bo'libdi u. Keyin milliarder bo'lgan pulni cheki yo'q u. U qaytib kelibdi-da, o'zi katta bo'lgan qishloqqa har bittasiga uy qurib beribdi. U payt u ketgan paytda u qishloqda 4 ta 5 ta xonadon bitta qozonda ovqat pishirarmish. Bitta hammomda 4 ta 5 ta xon ochlar bilan chimilgan. Hamma shunaqa bo'lgan. Yo'q. Bu alohida uy qilib, o'ziga alohida qozoni, o'ziga narsasi qilib, hammasini qilib berganda, o'sha milliarderni urib haydabdilar qishloqdan. Shunda yig'lab kelib so'ragan u. Aybim nima meni? Umuman sharoit yo'q qishloqqa uy qurdim, meni qarg'ab urib haydadilar. Aybim nima deganda. Endi sababi nima bo'lgan? Bittasini 4 ta bolasi bo'lsa ham, mesela 130 ta xonadonga 130 ta xonadon qurib bergan. Nimaga meni 4 ta bolamga bitta uy berding, bunikida ham bitta bolasi bitta uy berding. Menga 3 ta uy berishing kerak. 2 ta uy ming janjal bo'lgan. Qo'y berdi, arqon bermadi. Shunda keyin haligi donishmand aytgan ekan. Sen birinchi borib bog'cha bilan maktab qurishing kerak edi. Ilm dargohlar qurishing kerak edi. Ularni oldin mana shunday muhitda yashashga tarbiyalash kerak edi. Undan keyin bularga berish kerak edi. Sani xatong ham shu degan. Hozir bitta bola keladi. Voy, men ham gelik minaman, men ham Prado minaman, men ham narsa qilib beramiz Pradoni. Yoki gelikni 20 ta benzin edi. Qayerga boradi bola? Qo'lida ish yo'q. Taksilik qilsa pul chiqmaydi. O'zi taksilar ham benzinni piloti oqlamagan uchun metanda yurishadi. Nima qiladi bola? Bir kun deb boradi. 2 kun deydi. 3-kun aka moshasi olmaysizmi deydi. 4-kun kimgadir shopir bo'lib oladi. Unga odam moshin bergan 150 ming dollarlik. Kimnidir bilsin, azimgan kallali galavastik, hech narsasi bo'lgan oyog'ini tagida shopir bo'ladi-da, o'sha 150 ming dollarlik moshina bilan shu bilan ishni qilib yuradi. Aql yo'q unda. To'g'rimi, to'g'rimi? Mana davlat aytib beraman sizga. Samolyot beradi, nima qiladi? Qayerga uchadi? Berdik pul. Keyinchi maqsad yo'q odamlar tiqilib yotibdi. Unga pul bering bugun
Nima uchun unga Xudo pul bermayapti? U iflos u. Agar uning qo'lida pul bo'lsa, ne odamlarni oilasini buzadi, ayollarini, erlik ayollarni pul bilan raso qilaveradi u. O'sha pul bilan ne odamlarga o'zini ko'rsatib o'ldirib yuborishdan qaytmaydi u. O'sha pul bilan ne odam rasosini chiqarmoqchi bo'ladi. U hayvon u. Ish yo'q, bu davlatni ham yo'llab yoki boshqa qilib o'tiraveradi. Yaxshilab gaplashing, vechni недовольный amallasada. Vechni jamiyat yomonlagan. Og'zida biron bir yaxshi narsa yo'q. Undan nimani kutishingiz mumkin? Siz o'ylaysiz, uning qo'lida pul bo'lsa, men ham pulim bo'lsa qilardim. Men ham puli bo'lsa zo'r ishlar qilib tashlaydi o'ylaysiz. Hamma yoq chappa qiladi ular. Xudo o'shanaqa yovvoyilarni asrab turibdi. Rizsiz qilib, boshqa qilib qo'yish odamlarni o'ldira olmasin. Qo'yish odamlarni qila olmasin deb. Bejizga emas aka. Men shu bitta narsaga e'tibor qilamiz, juda ko'pchilikni ko'rasiz. Inson, men o'zim fikrimni bilaman. O'zimning fikrim, yana aytaman, faqat men shaxsiy fikrim. Qo'lingizdan juda ham yaxshilik qilish kelmasa, hech bir yomonlik qilmang. Yomonni juda ko'pini ko'rdim aka. Juda ko'pini ko'rdim, qo'liga pul tushsa qilmagan ish yo'qda bular. Bir joylarga odamzod qilmaydigan ish qilmoqchi bo'ladi bular. Ular na birovni oilasini buzishdan qaytmaydi, birovni guldek qizini buzishdan qaytmaydi, birovni lubu nimasidan qaytmaydi. O'sha pul unaqalar juda ko'p ifloslar bor. Ifloslik qilib maza qiladi. Ifloslik. Shu uchun Xudo ushlab turganiga rahmat ularni. Mana sizni bekorga chaqirmaganmiz, sizni qarashlaringiz bizni kanalimizga mos. Bizni kanalimiz to'g'ri bo'lishga, iymonli bo'lishga, insofli bo'lishga undaydigan narsalar qilishga harakat qilamizda. Siz o'zbekcha Qur'onni ma'nolar tarjimasini o'qiganmisiz? O'qiganmisiz? Bu ham bitta savol edi-da. Mana o'sha o'zbekcha ma'nolar tarjimasida aytadiki, san deydi, topayotgan pulingni xalqingni halol qilgin, bola chaqangni ro'zg'oring muammo bo'lmaydi deyilgan. To'g'rimi? O'shalarni shu buzg'unchi bo'lib tarbiyalanishiga ro'zg'orga kelgan pul xalqim halol bo'lmaganmi deyman-da. Katta pul tushsa o'shalar uni buzib yuboradi, buni buzib yuboradi, ifloslik qiladi deyapsiz-ku. Demak, o'sha xalqim halol bo'lmaganmi deyman. Yo'q, men hali aytdim sizga aka. Bu dunyoda har bitta qilgan ishingizga badal to'laysiz. Xudo aytadi-ku, hayot katta supermarket, xohlagan narsangni ol, kassa oldinda to'laysan. Kassa oldinda turibdi. Men demoqchi bo'lganimki, xalqim hamma narsadan sabab borda. Lekin bitta narsani aytaman. Siz gaplashgansiz shunaqa odamlar bilan, bilasiz. Yomonlik qiladi. Siz hayotda uchramaganmi? Taniysiz shunaqa odamlarni. Gaplashsangiz, ular biladi. Ular bilmaydi emas, bilmay qilmaydi emas. Men o'tirgan paytda, bilaman, sen o'z meni yomon ko'ryapsan, deydi. Men buni qilsam, buni qilsam bo'ladi, buni qilsam bo'ladi. Hammasini biladi u. Shu ishni qilmaslikni ham biladi u. Masalan biladi. Yo'q, ichida yomonman debdilar. U shunaqa yaralgan. U shunaqa yaralgan. Endi bitta narsa aytamiz. Muvozanatni buza olmaysiz. Yo'q. Yaxshilar bilan yomonlar bir xil bo'lishi kerak. Agar dunyoni yaxshilar bosib ketsa, dunyoni chappa qilamiz. Yomonlar ham kerak. Yomonlar bo'lmasa dunyoni yaxshilarni qayerdan sezamiz? Ular yomonlar kerak. Muvozanat. Men she'r yozgandim. Yomon azgina, yaxshini borni bildiradi. Yo'q, qarang, men bitta she'r yozgandim. Qorani qanday ajratasiz oq bo'lmaganda? Jinnini ajratish mumkinmi sog' bo'lmaganda? Balchiq va botqoqni qanday ajrating? Gullagan, yashnagan bog' bo'lmaganda deydi. Biz ko'pincha yaxshilarni asraymiz. Men sizdan fikringizni uzatib qo'yishim mumkin bo'lsa, yaxshilarni asraymiz, fikrimizda. Aslida mana shu yomonlarni ham asrash kerak-da. Kerak bizga. Menga ular. Nimaga deng? Dunyoni yaxshilar asrab qolmaydi, dunyoni yomonlar asrab qoladi. Qanday qilib? Yaxshilar dunyoni yo'q qilib yuboradi ekan. Yaxshilar, yomonlar asraydi dunyoni. Qanaqa? Mana yaxshilar kasal bo'lmasin deb odamlarga vaksinalar topib 100 yosh, 200 yoshgacha odamlarni ushlab turaman deydi. Kim hayvonlarni o'ldirmayman deb narsa qiladi. Daraxtlarni kesmaylar deydi. To'lib ketadi. Qarra daraxt, chirigan narsalar, hamma narsalar hech narsa tegmaydi ular. Yomonlar daraxtlarni kesadi, qaytib yangi daraxt ekamiz. Uylarni buzishadi, yangi uylar quramiz. Hamma narsa qiladi, ular yomon. Ko'cha katta tonus ushlab turar ekanda yomonlar. Qo'pol bo'lsa ham katta-katta yo'llarda qurib bergan, katta-katta joylarni qurib bergan, yomonlar qurib bergan, yaxshilar qurib bermaydi. Juda ko'p mahallalarga yo'llar tushgan. Juda ko'p joylarda narsalar qurilgan odamlar uchun. Uni ko'pchilik yomonlar qilgan, yaxshilar qilmagan. Yaxshilar nasihat berishgan.
chiroyli falsafalarni berishgan, gapirishgan, uni qilishimiz kerak degan lozinglarda chiqishgan ular. Lekin o'zlaridan bitta tamal to'sida ko'chasi buzilayotganlar xafa bo'lmanglar. Yaxshi ishlar bo'layotgan ekan. Ha, mana bunaqa qilayotganlar, mana e'tibor mana fikrimni yozishadi kommentda. Mana shu katta suv tortib kelgan joylar, bir joylarda yo'llarni qilib berganlar, bir joyda narsa yaxshilab o'sha mahalla taniydi shu odamlar. Asli yomonlar ular. Yaxshilar faqat chiqib lozinglarda gapirib berganlar. O'sha ochilishida kelib bayroq bilan shart qilib berganlar. O'sha yaxshilarning qo'lida pul bo'lsa ham dunyoni yomonlari masraf bo'ladi aka. Yomonlar ko'p dunyoni qilgan. Butun yer yuzidan ancha narsada bor. Aytib muvozanatni buzolmaysiz. Bir paytlar mana bo'rini biz multfilmda ko'ramizmi? Sanitar vazifasiga kirib keladi doktor. O'rmonni sanitar. Ha, o'rmonni sanitari. Bo'rilar ko'paydi deb bo'rilarni o'rmonda otishgan. Hamma yoqda soldatlar bo'rilarni otib chiqishgan. 2 yildan keyin o'rmonda bironta hayvon qolmagan. Hammasi kasallanib bir-biriga yuqib kasallar o'lib ketgandan keyin bu cho'loq bo'lib bo'ri boqib, bolasini boqib etib sotib narsa qilganlar. Muvozanatni buza olmaysiz. Bu muvozanat. Yaxshi bormi, yomon bor. Oq bormi, qora bor. Kecha bormi, kunduz bor. Shirin bormi, shakar bor. Ajratamiz bir-birimizni. Har narsani soyasi bor. Soyasi bo'lmasa, u narsa bo'la olmaydi. Uchinchi aytaman, yomonlarni yaxshilab turish kerak deyman. Vazirlashamanda turib. Yomonlar deganingizga ishi bitgandan keyin bizning odamlarimizni minnatdorlik bormi yo hali neblagodarность ko'pmi? Siz shunday deylar, qanday? Siz men aytmoqchisiz, men bitta odam yaxshilik qildim. Shu odam lekin qaytib menga ko'rmadim yaxshilik undan. Yo, undan ko'rmoqchi emasman. O'zi umuman Alloh aytgan, unga emas, meni qarsib qo'yasan degan. Yo'q, aka, yaxshilik qilish, yaxshilikni bilish odamlarimizda bormi yo'q? Yo'q, bitta narsa. Siz ana shu narsani to'g'ri olaylik. Juda ko'p uzuklik odam yaxshilik qildim, lekin yaxshilik ko'rmadim deb xafa bo'laveradi. Aslida yaxshilik qilmagan u. Yaxshilik qilsang qo'lingdan kelsa qil. Unutib qil. Shu odam keldi, pul beraman, qaytib so'ramayman. Unutib qil, umid qilma bir umrga. Sen ham to'zasan, qiynalmaysan. U ham qiynalmaydi. Lekin shunga pul berib qo'yaylik, bu paytda odamda telefon qilsa uchib keladi, yo'limga deb, u deb bitta yaxshilikni qilib 50 marta telefonlar qilib narsa qilish, u o'zini o'zi yaxshilik qilmagan, meni muttaham qilmoqchi bo'lgan odam u. Yaxshilik qilmagan. Yaxshilik qilib bilsa chin yurakdan qilinadi. Unutmani deb. Allohning gapi bor, qilgan sizni chap qo'lga bilmasin. Shart emasini ko'rsatish. Qilishadi-yu. Masjid oldiga borib, hammani chaqirib, "Elollo o'sib, osh beryapman" deb eshitida mana qaradiganlar bor. Yoki osh berdim deb artistlarni chaqirib, mana hammani oldiga videolarga olib, mana biz 2 kilo guruch bilan shakar berdi deganlar bor. Ular reyting, ular o'zini saxiy ko'rsatish, ana blogerlar chiqib ketib qolgan odamlarning uyiga borib, ana mashina plus blogerlar bor, chiqib oladimi, boshqalar boradimi? Ya'ni har xil blogerlar bor, uy quruvchilar, bloger, odamlarni kambag'allar uyiga topib, bunaqa qilib ko'rsataman deydimi, videolarga qo'yib, ahvatlar qilib ko'rsatadi. İç-içidan xohlagan odam birinchidan u xonadonni eng katta narsa obro'si. U eng qimmat bozorda sotilmaydi obro'. Uni mayli majburlikdan, uni bolasi bilan oldi, yig'ilib o'tirgan qizcha kichkina ikkita go'dak, xotini bilan oldi, mamnun qilib turgan, o'lib ko'rsatdi, mana shunga uy quryapmiz. Shu odamga biz pulni berdik xalq deb uni ham yerga tiqib, u bechora minnatli uy bilan ko'chaga chiqsan, sizga butun xalq pul bergan, ha, to'g'rimi deb. O bolachani maktab borishi bor aka. U tamom bo'ldi olingan uyda o'zini bir beminnatgina uyi bor edi, ko'chada bo'lsa ham. Uni bitta qasrga tiqdilar, minnat toshi bilan o'ldirib berdilar. Bu endi erga tekkancha, ha, xalq yig'ib minnat ko'paydi. Ha, xalq yig'ib bitta uy qo'yib berdi, shunda katta bo'ldi bular. Endi bular oldin ko'chada 4 ta 5 ta odam ketirib pul berib, yordam berib, ovqat beraverardi. Endi bir joyga chiqqandan keyin o'zi boshlanadi. Ha, mazza qilib uyda yashirdi. Tursan ham ishda. U bu qancha gaplarga qolib ketdi u. Dam ololmaydi, o'tira olmaydi. Sal bechora borib, menga ham ozgina mana yerdan pomidor eksam maylimi? Oldin ekayotdim desa, "Ey noshukr, butun xalq shuncha uy qurib bersa ham, sen to'ymading sen. Sen iflos to'ymading" dedi. Endi bular birovdan yordam so'rmasa ham, pas. Sen to'ymading bo'ladi. O'qishga kiramandan qilsa, sen iflos to'ymading. Bu minnat qilib o'ldirarlar bularni.
minnat qafasda turgan odamlar qilib qo'yishdi. Minnat ko'paydi. O'zing shuncha qilaver. Agar rost savob qilmoqchi bo'lsang, yuragingda bitgan bo'lsang, qil. Yo, o'zingni ko'rsat mana, assalomu alaykum. Mana qilgan, mamlaqa olayapman deb. Uni bolasini betini olib, yig'layotgan, nonini chaynayotgan, tavog'ini olib, o'zlari oq ishtonlar kiyib, chiroyli kiyimlarda kiyinib olib, mana qaranglar azizlar deb bunga qo'yib, buni bunday qo'yib, unisini ko'rsatib, betlari bilan yashayotgan, yeyotgan ovqat tavoq, ular nimaga kerak? Mana biz keldik, pulni olib keldik, narsa qildik, yo'q ketiribdi. Biz mana 1,5 million pul berib ketyapmiz. Berib ketaverish nima puldi? 1,5 million bilan nimasi o'zgarib ketadi? Ikkita bolasiga kurtka oladi olsa. To'g'rimi yo'qmi, to'g'rimi aka gapim? To'g'ri. Hamma savob izlagan, podpisчик izlagan, bir narsa qo'ygan, nimalar qilgan? Yo'q. Senga ham bo'ladi shunday narsa. Senga shunga qarayman. Yo'q. Xato. Hamma o'zini nimadir men uni qabul qila olmayman aka. Mana siz rejissyorsizda sizga boshqacha savol beramiz. Kino qilsangiz qilarmidingiz degan ma'noda so'rasak bo'lar ekan, qabul qila olmayman degandek. Boyagi holatlarni siz kinoga shunaqa joyi bo'lib qolsa, demak sizni kinoyingizda shunaqa joyini ko'rmaymiz. Yo'q, hech ham. Yana bitta qistirib o'tmoqchiman. Bizni qaysidir viloyatlarimizda to'yanani shunda beradi, yozib qo'yish bor. To'yanan shu odatga qanaqa qaraysiz? Juda yaxshi qarayman. To'y degani bir-biringni bag'ringga to'y, diydoringga to'y, ovqat kelganda yozib qo'yadi-ku. Yo'q, men aytaman. Meni uyimda, men to'y qilganimda, men o'g'il onam chiqib daftarga yozib olganlar. Sanjar Ulug'bek do'sting keldi Begovatdan. Shuncha berdi, ana do'sting keldi, onam daftarlari bor. Onam agar shuni o'tirib har anaqada telefon qiladilar. Sanjar, ana Ulug'bek do'stingga bordim, to'y qildimi? Palonchiga bordim, u bizga kelgan u. Sen omonatini berib qo'y bolam. Omonat emas-ku, to'yana-ku. To'yana beminnat beriladi. Yo'q, beminnat tushunmayapsiz. Meni do'stim mana bunday har yil tug'ilgan kun o'tkazaman-ku bitta bo'lsa. Siz sanamiy $100 oling, sanamiy $1000 bering. Shunday ko'raladi. Rahmat bolam, o'sha do'stlar hamma shu yerda ekan dedilar. Bu qaysi ma'noda? Bitta narsaga qo'yib qo'yganim narsam, bitta narsani to'g'ri tushuning aka. Men 50 ming so'm to'yini berdim, 100 ming so'm berdim. Men boryapman, shu odam to'y qilayotgan odamga 40 kun tegma degan gap bor, 40 yil. Hech bo'lmasa yeb ichishimni oqlash uchun kirayman berib. Lekin konsertlari, bulari bepul. Hech bo'lmasa yeb ichganimni beryapman. O'sha kechqurun boshqa joydan yeb ichishim mumkin-ku. Baraka toping. To'g'rimi, to'g'rimi? Yeb ichishimni beryapman. Lekin u menga aniq berasan demagan. Mabodo mening pulim bo'lmasa, men bermayman, kirib o'tiraveraman. Tasavvur qiling. Siz u yerda bo'layotgan holatda bilmaysiz-ku. Oldin kambag'al bo'lib ketsa odamlar, oldindan chiqqan bu odat. Kambag'al bo'lib qolib qo'ysa, raislik kelar ekan, aytgan to'y qilsin derkan. To'y qilganda badal 2 kilo unni bug'doydan asas qo'yilgan ekan. O'shanda bu odam necha kiloni bilmayman-ku, qo'y. Butun mahalladan rais pul yig'dirib berganda, haligi odamni to'yi tugaganda, haligi odamni uy qilib, mashina olib, normal bo'lib ketishga sostanasi bo'lar ekan. U odam kambag'allikdan chiqib ketar ekan u. Mana beminnat. Beminnat. Videoga olmaydi. Yeydi qilmay, o'sha paytda shunday bo'lgan. Qarang, bu to'yning katta narsasi bu. Odamlar tushunmasdan mana bu uchun to'yda unday edi, to'yda bunday edi, to'yga bu narsa kerak, bunday qarayman. Ya, xato. Kino rejissyorsiz-ku, sizga bitta maqolga o'xshagan narsa. Laycha kuchuv baqiroq bo'ladi. Shunga hayotdan bir misol keltirib bera olasizmi? Ha, o'zi odamlar shunaqa baqiroqlarni aytmoqchimisiz? U mana misol uchun baqiroq, laycha kuchuv baqiroq bo'ladi deganingiz, karilab, varilab yurgan odamlar ko'pdir. Lekin men bitta narsani bilaman, hamma bu dunyoda hozirgi kunda zamon o'zgargan, platformalar ko'p, informatsiya ko'p. Hamma o'zini bajarish uchun bu narsa yo'lini qilyapti-da. Lekin men hozirgi gaplarni aytdim. Har bitta oilada qurbonlikka boqiladigan qo'y bo'ladi. Bitta odam bo'ladi qurbonlikka boqilgan. Har bitta oilada. U oila uchun chopadi ekan. Oila uchun yuguradi. Oila uchun hamma narsaga tayyor. Uni bilasizmi otani nima kim deydilar? Mashinik deydilar. Nima degani? Uni otini mashinik deydilar yoki yomon apras bola deydilar. U lekin akasi uchun ham chopgan, ukasi uchun ham chopgan. O'zida puli yo'q. Kimlardan qarz olib bo'lsa ham bularni ishini hal qilib, o'zi problemada yuraveradi u.
hamma narsani qilib, u oila uchun cho'pgan u oilada qurbonlikka boqilgan bitta farzand bo'ladi aka. Har bitta oilada bor. U akasi uchun ham chopadi, akasi uni mashina olib bersa, mashinasi avariya qilib yo'q qo'yadi, uni sinov bersa, uni qo'yadi, faqat uni qarg'aydilar. Bu agar yotib qolsa, hayotda bunga hech kim yordam bermaydi. Faqat jim o'tiradi. Har bitta oilada bor uni qurbonlikka boqiladigan. Farzand. Avvalo men odamga qo'shmayman, ona qilaman. Ba'zilari shapkachadan kiyolib, jim bo'lib turadi. Yomon puli ko'p, lekin bildirmaydi deydi. To'g'ri kelsa, men chekka bo'ladi. Men shart narsalar. O'zi uyni qurib olib chetlardan o'tirgan. Shu ham odammi aka? Tupurdimi unaqa odamga? Na yaxshilik qilib birovga yaxshiligi tegmagan. Mayli kichkina bo'lsa ham yomonlik deb oti chiqmagan. U pichir qilib o'ziga topganini yo'q. Bir davlat kelib qolib, ichimga aytmasdan birdan yo'q bo'lib qolib, to'rtburcha qasr uy qura oladi o'ziga, xotini bola chaqasini bildirmasin yeb, odam nima odam deb bilmayman. Bala bitta oilada 5 dan 4 ta katta bo'ldik. Bittasiga pul beradi farzandi, hammasiga emas. Endi bittasiga o'zi bildirmasdan turib, oilani qilib olib, o'zing bilan o'zing ketding-a. Bir ko'rpada katta bo'ldik. Bitta joyda o'ynab katta bo'ldik. To'g'rani ichida cho'milardik. Topganimiz u bilinmadi-da. Endi bu o'zi bo'ldi, xotini gapidan chiqa olmasdan, xotini o'rgatganda men ayolim shu xotinim shu deb pichir-michir qilib, o'lchalarni quloch qo'nchalari chiqqan, buqqi bolachalar, hech kim namna qilib o'tiradi. O'zi ham spokойно. Mashina bo'ladi bizga. Olim, ayna qilib gapirganda ham bor, dovdirib gapirganda, normal gapirish bilan. Ayni bizga bo'la ishlar yaxshimi, charchamayapsizmi? Aktyorchalar shunga qarayman. Buncha charchamadingmi rol o'ynashdan yotdi. Soxta rol o'ynashdan, tili chuchukda o'ynashdan. Gapingni chala qilib yarimtasini gapiradigan o'ynashdan charchamadingmi? Qara opangga, qara ukangga. Yo'q, sen faqat o'zingga qaraysan, xotinim bilan narsa qilaman, uni qilib ketaman uni. Yo'q aka, unaqa apris erkak ham ko'payib ketdi. Do'st xohlashadi, do'st bo'lishmaydi. Yo'q, do'st bo'lolmaydi. Men kecha aytdim, yaqinda boshimdan aka, u narsa bu narsa boshingizga tashvish tushib qolsa, agar og'ir kun kelsa, hayotda do'stlar oldiga pul so'rab bormang. Otam aytdi. Yo'qotasan. Yo'qotdim. Juda ko'p boshimdan o'tgan narsa. Maslahat beraman, agar boshiga tashvish tushib qolsa, hech qachon do'stingizdan pul so'rab bormang. Hech qachon. Yo'qotasiz ularni. Qarindosh urug'dan ham pul so'ramang. Uzoqlashasiz. Begonaga boring. Begonalar bilan hal qiling. To'q ular siz uni ko'rishmagan, ko'rish ham xohlamaydi. Shu uchun hech kimni boshida avvalo davlat bir yiqilib qolmasin, omadi ketmasin. Yiqildingizmi? Yiqilgan odam turib, ustini qoqib ketsa, uni qoqilgan deydi. Lekin turmasa u singan o'sha. Turing. Aka, zamonni ayblama, zamon joyida turibdi deyshadi. Shu to'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Turibdimi zamon? Da. O'zgarmadimi? Zamondan nolimayman. Zamonga nima qildi? Yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, osmonga nima qildi? Cho'g'i kam bo'lsa, o'zi xirmonga nima qildi? Ekilmay qo'ysa daraxt, o'rmonga nima qildi? Katta bo'lsa, qozoni sovish qiyin bo'lar. Uzun bo'lsa, ko'rpasi qovish qiyin bo'lar. Uchini bir yo'qasang, topish qiyin bo'lar. Qorasini yuqtirsang, qozonga nima qildi? Asli fe'li tor bo'lsa, yurakdan nima gunoh? Gar egri bo'lsa, ko'ngil tilakdan nima gunoh? Orzu endi orzu, foydalansa zahridan, ilondan nima gunoh? Orzu endi orzuda, armonga nima qildi? Aka, siz kinorejissyor bo'lganingizga foydalanib olaylik suhbatda. Mana bugungi kunda telefonimizda hammamizda Instagram bor, Facebook bor, internet bor. U chiqadi, bu chiqadi, kichkina bir vaynlar chiqadi. Shu vaynlarning ichida 3-4 ta bir kelgan ko'rib qolganlarimdan savollar bordi. Shunga o'zingiz fikringizni tomoshabinlarga aytsangiz. Ko'proq prosmotr yig'iydi, qiziqroq tuyulsin deb, endi komediyani nimasiz, rejissyorisiz hamsiz. Bir-birini basharasi pista tuplayapti. Prosmotr yig'iydi. Shunga qanaqa qaraysiz? Yuziga pista tuplayapti. Yo'q, men aytaman, ular endi ko'pchilikni qilgan, hammasi ham o'qigan odam emas. Kimnidir shu ishga kiradi, oxiri nima qilayotgan bo'lsam aytayapti-ku, bu informatsiya, telefon hamma narsani saqlab qoladi xotirasiga deb. Ertaga u kimdir bo'lib ketgan paytda o'zini avtobiografiya musirligida u qoldi. O'zini musirini hozir qoldirib qo'ydi. Bu hozir bilmayapti, hamma narsalar bo'ladi, ertaga hali internet
sun'iy intellekt hamma narsani shuni ushlagan paytda erta bir kun biron joyda bitta joyga borib obyektivga degan so'z bor-da. O'sha obyektivga men palonchiman, siz bilan bitta ishlamoqchiman desa, buni terib arxivni bazasini terib, bu bola kim desa, shini kelib chiqar kimligi. O'ziga o'zi prosa sindirib yuborgani ham, o'zini o'zi buzib yuborgani ham, taqdirini bilmay turib hal qilib qo'ygani ham shu bo'ladi. Hozir siz kelishingizni eshitib operatorimiz mamani qarang deb bitta ko'rsatdi-da, bitta qiz spalnisda ichki kiyimlarni kiyapti. O'sha payt bolasi kelib qolsa, bolasiga aytadi, "Men senga aytdim-ku, xonamga kirmagin deganman, spalnimga kirmagin, lekin biz tomosha qilib turibmiz. 300 ming, 500 ming, 1 million odam tomosha qilib turibdi, lekin bolasi kirishga haqqi yo'qmish." Shunaqalarga nima deysiz? O'shani aytayapman-ku, bular o'ziga o'zi mana Xudoni qarg'agan-ku. Xudoni qarg'agani hamda o'ziga o'zi obyektivga qilyapti. Men ertaga misol uchun Sanjar aka sizga unvon berilmoqchi, Sanjar aka sizga misol uchun falon joyga bitta partnerni ushlamoqchiman. Gollivud bilan, Bollywood bilan. Mendan so'rab, menga yig'ib kelib bering demaydi, unaqa zamon emas hozir. Otimni yozadi. Shu odam haqida ma'lumot ber desa, hamma qilgan jinligim kelib chiqadi. Ular taqdirimni hal qilib bo'ldi o'zi. Bu odamlar ham shunday, o'zi bilmagan holatda o'zini kimligini, xarakterini joylashtirib qo'yapti. Ertaga bitta yozamiz, shunday chiqadi. Shunday chiqib keladi, uni o'chira olmaydi ham. Tarqalib bo'lgan. Bir umrlik mana yolg'onchi cho'pon bo'lardi-yu. Men ko'p aytaman, blogerlar yolg'onchi cho'pon ertaga yoshligimizda. Haligi u xalqimni bir sinay deb, "Ey birodarlar, uyim yonib ketdi" desa, butun xalq chilalar ko'tarib chiqsa, hazillashdim. Bilarsizlar, sizlar dedim. Ikkinchi marta birodarlar, uyim yonib ketdi, yana yugurib chiqsalar, "Men ishonchdan chiqmaganimni bir tekshiray" dedim. Hali meni yaxshi ko'rasizlarmi? Hazillashdim sizlar. Uchinchi marta rostdan yonib ketganda, "Birodarlar, uyim yonib ketsa hech kim bormaganda, u hazillashadi-yu" deb. Rostdan yonib ketgan. Yolg'onchi cho'pon ertagi. Bu odamlar ko'p yolg'onchi cho'ponlar. Palonchi o'ribdi, avariyada bo'libdi, palonchi unday bo'libdi, palonchi bunday bo'libdi. Shunday jim. Men hayotimda bor, hozir men Sanjarga xohlamayman meni. Yoshligimdagi ba'zi bir endi omadim chopmay yurib, endi chiqayotgan paytdagi holatlarni ko'rish, rasmlarni ko'rishlarini. Men qayerdan qanday kelganimni ko'rishim, men ham xohlamayman. Zatopat menda telefon bo'lmagan. Zo'r. Lekin hozir men Sanjarman, palonchiman, jim, hech narsa yo'q. Lekin bola o'zi bilmagan holatda bagajimni to'ldirib qo'yaptim. Palonchiman desa, siz meni aytib o'tirmang, kimligingizni men bilaman o'zi dedi. Qanaqa qilib yopadi bu gaplarni endi? O'sha aytayotgan ayolingiz Xudo bo'lamasa, shu ifloskami? Shu iflos Xudo qilamizmi? Siz menga og'iz ochib gapirmang. Men siz kimligingizni bilaman. Bu nima qilsin, qanaqa olsin endi uni? Bu o'zingni osishga beradigan bitta shans. O'zingni o'zimizni tarbiyalashimiz kerak. O'ylab bering hamma ishni. O'ylab qiling. O'zingizga o'ziz choq qazib, o'zingizga o'z miltiq otishingiz mumkin. Bitta savol, bitta fikr qoldi. Ko'rsatuvimiz ham yakunlashimizga ozgina qoldi. Ssenariy olib kelishdi. Ssenariyning ichida bir ayollarning treneri zalda ayollarni trenovka qildirayotgan joyi bor. Oyog'ingni ko'tar, ko'kragingni ko'tar, boshingni ko'tar degan. Shu joyini kinoga olasizmi, olmaysizmi? Bugun internet to'lib ketdi. Ayollarning treneri. Yo'q, ko'rsatish kerak bo'lsa, bunday opshiqlik ko'rsatib o'tib ketaveraman. U endi hamma narsani uni qidirmaymiz-ku dedim. Chunki u bitta animatsiya anaqada oddiy narsa, lekin uni boshqacha holatda ko'rsatayotgan bo'lsa, u boshqadir. Lekin men internetda boshqachasi ko'payib ketdi, shularga fikringiz qanaqa deyapman? Yo'q, ular ham maktabini mana bugun o'zini yig'ishtirayotgandir, yig'ib olayotganda, endi bugun biz zamonaviy dunyoga o'tdik-ku. Kiyinishimiz ham kreativ bo'lib qoldi. Biz o'zimiz qo'pol bo'lsa ham ayollarni tushunishimiz kerak, ayollarni tushunishimiz kerak, boshimizni ko'tarib qo'ydik-da, o'zi tushunadigan bo'lib qoldik. Biz hamma narsani tushunadigan bo'lib qoldik-da. O'zimiz bilmayapmiz-ku, ular agar teng huquqli deb hamma chiqib gapirdi. Ayollarni yerga urmoqchi emasman, ayollar boringlarga shukr, onamiz, opamiz sizlar. Lekin ba'zan bizada bo'ladi-ku deb og'zingizga siqqan gap ham qolmadi-da. Nima kerak deb aytdinglar. Unday qilsa ham bo'ladi, aytdinglar. O'zligingizni toping, o'zligingizni qidiring, svoyani toping. Siz o'zingiz haqli emassiz, siz bildiring, o'zingizni fikringizda qoling deb ne oilalar buzilib ketdi. Motivatorlar, psixologlarga fikringiz qanaqa? Motivator, psixologlar chiqib ular o'zini o'ylaydimi? 80% o'zini eri yo'q. O'zini oilasi yo'q. U motivator paydo bo'libdi. Qanaqa qilib? Aka, qanaqa qilib?
Ular o'zligingizni toping, unday qiling deb nechta odamni oiladan ayirib yubordi. O'zligini qilaman deb eriga tikka gapirgan ayol qancha bo'lib ketdi. O'zligini topaman deb eri bilan narsa qilaman degan ayol qancha bo'lib ketdi. O'zligini topaman deyishdi-ku ular. Xato-ku. Mani onamiz otamizga o'zligini qidirmaganda ular. Erkak xato qiladimi, boshqa qiladimi? Oni erkak. Bitta, mayli, xatosi ham bo'lishi mumkin, lekin o'zligini topaman degan qidirib tiqilib ketdi. Sanjar aka, ko'rsatuvimizni homiylardan sizga sovg'alarimiz bor. Ijoddan charchamasligingiz uchun, yangi ilhomlar olish uchun Rendibook korxonasi sizga kitoblar to'plami sovg'a qilishgan. Rahmat. Kenemlarni ham esdan chiqarmaganmiz. Ziyoda Bags korxonasi kenemlarga sayohat uchun sovg'alar. Dom Kofega, kenemga va sizga 1 yil mehmonsiz. Mijozmassiz 1 yil. Qayerda joylashgan? Mirzo Ulug'bek tumanida. 1 yil kenem 2 oila mehmonsizlar 2026-yil 31-dekabrgacha. Xohlagan kayfiyatingizga siqqan paytda. Bo'ldi. Sog' bo'lasiz. Salomat bo'ling.